Javobsiz qo'lingizga asbob yarashibdi judayam siz bor. Nima chalasiz o'zi, nima bu tormi? Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Maniki tormas, maniki dutor. Hozir mana ko'rdingiz o'zingiz, butun ijtimoiy tarmoqlarda mana shu klipga nisbatan fuqarolar har xil o'zlarini fikrlarini bildirishyapti. Do'stlar, endi tangani ikkinchi tarafini ko'rish kerak. Dutor hamda tor bu hazil tariqasida olingan klip. Buni endi bir global muammoga aylantirish shart emas deydiganlar uchun. Juda ham shart. Do'stlar, biz qayerga qarab ketyapmiz? Ma'naviyatimiz, madaniyatimiz qayda qoldi? Milliy cholg'u asbobi bu dutor, tor kechagina paydo bo'lgan bir cholg'u emas bu. Ajdodlarimizdan meros bo'lib kelgan bu. Buni qanaqasiga buni hazil tariqasida olish mumkin? Qo'pol hazil juda ham. Shuning uchun o'zim fikrimni aytadigan bo'lsam, bizdan keyingi yosh avlod, ukalarimizga, singillarimizga mana shunaqa ma'naviyati past qo'shiqlarni, kliplarni eshittirish juda ham uyatli holat. Bizi hali to'poylashib ketganimiz yo'q unaqa. Bor ichimizda aqlli insonlar, farosatli, didli insonlar juda ham ko'p. Shuning uchun biz ham bu qo'shiqqa, klipga o'zimiz munosabatimizni bildirishimiz shart.